Siz ham haligacha karta желания yasamadingizmi? Nimaga kerak bu o'zi degan savollar sizni o'ylantirayotgan bo'lsa, siz bu videoni aniq ko'rishingiz kerak. Nega karta желания qilinadi? Birinchidan, maqsadni aniqlash uchun, odam nimani xohlayotganini aniq ko'rish va tushunish uchun. Ko'p niyatlar miyada chalkash bo'ladi. Karta esa ularni tartiblaydi. Ikkinchidan, diqqatni niyatga jamlash uchun. Ko'z bilan ko'rib turgan maqsad ong ostiga tezroq singadi. Shu orqali harakatlar ham o'sha tomonga yo'naladi. Uchinchidan, motivatsiya berish uchun. Har kuni ko'rish orqali sizda harakatlar kuchayadi. To'rtinchidan, ong osti bilan ishlash uchun. Psixologiyada vizualizatsiya kuchli usul hisoblanadi. Miya rasmni haqiqatga yaqin deb qabul qiladi. Beshinchidan esa rejalashtirish va intizom uchun. Karta odamni bexosdan bo'lsa ham maqsadga mos qarorlar qabul qilishga undaydi. Siz ham bu videoni ko'rib karta желания yasagingiz kelib qolgan bo'lsa, bu videoni tezda sherigingizga jo'natib qo'ying. Aytgancha, muhim eslatma, karta желания sehr emas, harakatsiz ishlamaydi. U faqat niyat, harakat, sabr bo'lsagina foyda beradi.